Biz mana unimizga un, köptürgüç, dori-darmeklarni aralashtirib olgandan keyin undan keyin yong'oq sütün muvofiq miqdorda, undan keyin samsoqdan muvofiq miqdorda, mau ko'k lozidan 2 dona, mau sho'xlidan 2 dona, mau qizil lozidan 1 dona, Amerikan lozidan 1 dona qo'shdik. Agarchanda mush lozining o'rniga ochiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, qizil ushliq lozidan 2 dona qo'shsangiz bo'ladi. Mush qatorliq narsalarni to'g'rab tayyor qildik. Buni yuvib, mush meva ezish mashinamizda chanab, ezib, yumshoq qiyam holatga keltiramiz. Qiyam holatga kelib bo'lgandan keyin ma aralashmamizni qo'yib aralashtiramiz. Ana mana qizlar yong'oqni chanab solib bo'lgandan keyin mau, loza, pomidor, samsoqni aralashtirib, buni aralashtiramiz. Endi biz bir qachimizga mabashdan tuxumni chaqib olgandan keyin uning ustiga 1 stakan sutni qo'yamiz. Ya'ni 200 gram atrofida sutni qo'yib, buni chelib aralashtirib olamiz. Buni aralashtirib olgandan keyin abayqi say un aralashmasiga mana to'kib qiyam hosil qilamiz. Mana qizlar abayqi sut tuxumning aralashmasini aralashmasiga qo'yib, aralashmaga chavoldiq, mana bir qiyam hosil qildik. Mana shunday darajada quyuqligi. Avval 200 gram sutni qo'ygandan keyin sal quyilib qoldi. Yana buning ustiga 50 gram atrofida sutni qo'yib, mana suyuldirma. Endi biz tayyor qilgan chechak sayimizni, mana tayyor qilgan qiyamimizga miylaymiz. Buni po'tirib elib, miylab, ham yerini miylab bo'lgandan keyin buni duxovkaga solib tizib pishirsak ham bo'ldi yoki mayga solib mayda qizartib olsak ham bo'ldi. Mana xonimlar chechaklarni abayqi qiyamga chilab elib, duxovkaga sotib oldik. Buni duxovkaga solib 180 selsiya gradusda 10 minutdan 15 minutgacha pishirib olsak bo'ldi. Duxovkaga soldik. Qizlar yerimini duxovkaga solib qo'ydik. Yerimini mau qiyamga chilab oldim. Buni yağda pişirimiz. Yağda pişirip avalımız. Buna kızlar yağını ocakka yakıyıp normal gradus kızganda bu çiçek sayını saldık. Hem de bunu aldığını kızartıp avasak buldu. Çünkü çiçek sayı pişip boğan biz pişirip boğandık. Hem de bunu kızartıp öyle istimal kızart buldu. Hem de tahtaya ağan kağıdını göreyle kızlar.